Kripto tarixidagi eng yirik 32 milliard dollarlik firibgarlik qanday yuz berganini bilasizmi? Sam Bankman-Fried, Massachusetts Texnologiyalari universiteti bitiruvchisi, biznes olamining yangi yulduzi sifatida tanilgandi. Forbes uni kripto sanoatini yangi bosqichga olib chiqayotgan qahramon sifatida ta'riflagan. 2022-yil yanvarida esa FTX birjasida 32 milliard dollarga baholangan edi. O'sha paytda Sam kripto olamining eng yosh va eng muvaffaqiyatli milliarderlaridan biri sifatida ko'rilardi. Ammo keyinchalik ma'lum bo'lishicha, bu muvaffaqiyat ortida ulkan moliyaviy firibgarlik yashiringan ekan. FTX foydalanuvchilari birjaga pul kiritganida mablag'larning katta qismi yashirin tarzda Samga tegishli Alameda Research kompaniyasiga o'tkazilgan. Ya'ni mijoz hisobida pul mavjuddek ko'rinsa-da, amalda u mablag' allaqachon boshqa joylarga sarflab yuborilgan bo'lardi. Bu klassik Ponzi sxemasiga juda o'xshash tizim edi. Mijozlarning pullari evaziga Bagama orollaridan qimmatbaho ko'chmas mulklar xarid qilindi. Siyosatchilarga millionlab dollar xayriyalar berildi. Reklama kompaniyalari moliyalashtirildi va turli xavfli investitsiyalar amalga oshirildi. 2022-yil 2-noyabr kuni CoinDesk FTXning yashirin moliyaviy muammolari haqida hisobot e'lon qildi. Oradan ko'p o'tmay 6-noyabr kuni Binance FTX ga tegishli FTT tokenlarini sotishini ma'lum qildi. Natijada FTT narxi keskin qulab tushdi. Bu esa investorlar orasida vahima uyg'otdi. Millionlab foydalanuvchilar pullarini qaytarib olishga urindi, ammo birjada mablag' yetarli emas edi. 2022-yil 11-noyabr kuni FTX rasman bankrot deb e'lon qilindi. Natijada millionlab odamlar milliardlab dollar mablag'idan ayrildi. 2023-yil noyabr oyida sud Sam Bankman-Friedni 7 ta jinoyat bo'yicha aybdor deb topdi. 2024-yil 28-mart kuni esa sud unga 25 yil qamoq jazosi tayinlandi hamda 11 milliard dollarlik aktivlarni musodara qilish haqida hukm chiqardi. Shu tariqa bir vaqtlar dunyoning eng ishonchli va tez o'sayotgan kripto birjalaridan biri sifatida ko'rilgan FTX tarixdagi eng katta moliyaviy qulashlardan biriga aylandi. Eng so'nggi yangiliklardan boxabar bo'lib turish uchun Vaqt.uzga obuna bo'ling.